Menga qara. 3 kunlik kelinni qaysi kallang bilan tashab ketyapsan? Axir hech bo'lmaganda mana bu chilla. Oy. Kel dedingiz, keldim. Uylan dedingiz, mana uylandim. Kelin kerak dedingiz, mana olib kelib qo'ydim. Men nima xohlayapsiz mendan? Ha? Men senga hamma narsani tushuntirib o'tirishim shart emasdir balkim. Oy. Menga qara. To'xta. Bu kelinga sen uylangansan, men emas. Endi qanday qilib tashab ketyapsan? Men tushunmayapman. Zaks bor, nikoh bor. Oldingizga olib kelib qo'ydim, o'tiradi, bo'ldi. Oyi, uni ustiga bilasiz. 10 kungagina ishxonadan ruxsat so'raganman. Chet elda ishlayman. Hazilakam joyda emas. Qanaqa qiyinchiliklar bilan noldan boshlagan joyim. Endi uzr-ku, oyoqqa turgan joy endi. Bitta xotin deb kimman-ku shu yoqqa. Qaytib kelaman, bunaqa qaramang, qaytib kelaman. Qachon? 1 yildami, 6 oydami qaytib kelaman, oyi. Sekin gapir. Eshitib qoladi keladi. Eshitish tursin. Nima qilish kerak endi? Keling, keling. Mana. Rahmat. Bugun nechida qaytasiz? Bilmadim. Haligi O'rtalarim bilan o'tirishim bor. tushunarli. Bugun kechga qanaqa ovqat qilib qo'ying? Bilmadim. Oyimdan so'ramadingmi? Oyijonim sizdan so'rashimni aytdilar. O'zingizlar bilasizlar. Bizani uyimizda nima ovqat qilishni adam etardilar. Dedi? Bunaqa mulozamatlar qilishing shart emas, menga yoqmaydi. Bu nima deganingiz? Axir siz meni tanladingiz-ku. Kerak bo'lsa, butun umr ta'zim qilishga tayyorman. Men ovqat pishirib qo'yganman siz uchun. Meni qornim to'q, choyxonadan keldimmi? Yo'q, men bilmayman. Yuring. Men siz uchun shunaqangi shirin ovqat tayyorladim. Yo'q, qornim to'q deyapman-ku. Yo'q, qiynalib pishirdim shu ovqatni siz uchun. Mana. Xonim. Xonimni yaxshi ko'rishimdan qattan bilding? Ojon aytdilar. Oling, osh bo'lsin. Sovib qoladi. Xo'p, vilkani berib olasanmi? Rahmat. Osh bo'lsin. Rahmat. O'g'lim, kelinga aytdingmi ketishingni? Yo hali ham fikringdan qaytganing yo'qmi? Menga qara, senga aytyapman. Eshityapsanmi? 4 kunlik kelinni tashlab ketma. Erkak kishini rizqini Alloh har joyda yetkazadi.
Siz nimaga qaytdingiz? Nimaga qaytdim? Axir o'zing mehring bilan meni ipsiz bog'lading. Qanaqa ketardim? Ochig'i xoniming yoqdi. Shundan keyin qolgim keldi. Hazilingiz qursin.